Oyog'imga kishan solib qo'ya qoling. Kerak bo'lsa solamiz. Oyimnikiga borib kelganimga shunchalikmi? Iye? Ha nima? Indamay ketib, indamay kirib kelaversangiz. Nima, poyandoz to'shab kutib olaylikmi? Oyi, poyandoz to'shang deganim yo'q. Menga odamday muomala qilishsa bo'ldi bu uyda. Voy bu! Bir og'iz gapirganga shunchalikmi? Ha ursa nima qilar ekansiz? Er bo'lgandan keyin uradi, so'kadi. Ay er shuning uchi erda. Ay eridan o'lasi kalta yeb, miq etmay o'tirgan xotinlar qancha? Ular balki shunga o'rganishgandir. Yo siz hech gapdan qolmang. Oyi, hech narsa deganim yo'q-ku. Oyimga gap qaytarma. Ko'rdingmi? Yo'q, hali beri u senga bo'yin egmaydi. Yo'q. Voy boshim. Oyi. Boshim sirqirab ketdi. Tobim qochdi yana. Oyi, yana mazes bo'lmayaptimi? Mayli. Ahamiyat berma. Birpas uyga kirib yotay. Meni ko'rmasin ham, kuymasin ham. Bu dunyo betimni ko'rmay qo'ya qolsin. Hammasiga sen aybdorsan. Yo'qol. Murod aka, sizga nima bo'ldi? Qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yoqqa yo'qol. Jo'na. Meni haydayapsizmi? Ha, haydayapman. Menga senga o'xshagan o'zboshimcha xotinning keragi yo'q. Dilnoza, yuringlar. Dadang bizlarni haydayaptilar. Yuringlar. Dilnoza, yuringlar. Bolalarga tegmang. Ular qolishadi. Men seni haydadim, bolalarni emas. Shunaqami? Gulnoza, qizim shoshib Gulnoza. Murodjon, Gulnozanga qara, yig'lamasin. Yig'lama bola, qara. Hozir oying keladi, doktorga borib keladi. Dilnoza. Navbat qizim, o'zing katta qizsan-ku, yig'lama. Kela qol. Yig'lama, o'zim senga qo'g'irchoq beraman.